To'g'ri azizam, hardingiz. Lekin harg'inlikni uxlash, horunluq bilan tushgacha yetishdan chiqadigan ayol bo'lmay, sahar turib tahajjud o'qing, Qur'on o'qing, kunlik zikr tasbihlarni ayting. Uzundan uzungacha ichingizdan chiqarib duo qiling. 10 minut chiniqib bering. Sahardagi sof havoda mengib bering. Andin güzel naşlıq tayyorlang. Yaqinliq nashidlar va yoki qiroatlar va yoki eng yaxshi ko'radigan ovozli kitob asarlarni anglag'ach nashd qiling. Demakki, turmushning har bir burchak yuchuqlaridan huzurni oladigan ayol bo'ling. Albatta, charchadingiz. Charchaganligingizni qopoqni turib, ochiqingizni atrofınızdaki siz üçün ən əziz hesablanğan adamlarga nəştiringizni sanjish, tapa-təni qilish orqali chiqarmay, oqshomlari güzel uxlash kiyimingizni kiyib, aynak oldida 10 minut o'zingiz uchun vaqt chiqarib, aldirash o'tgan shu bir kuningizga shukr qilib, tabassum bilan kulimsirab uxlaydigan ayol bo'ling. Esingizda bo'lsinki, azizam, siz uchun bektas, bizim bilinayotgan bu turmush, bu hayot hech kishi uchun oson emas. Sizning tushkunlashib o'zingizni tashlayotgan, qiyirib ketgan holatingizni, tushkun qiyofatingizni, horg'an holatingizni, kasalman holatingizni hech kim yoqtirmaydi. Ham hech kimga yaramaysiz. Turmush bizni o'zgartmasin. Biz turmushni o'zgartaylik. Ailemizden, özümüzden huzurlanaylik. Özümüzge vaqt chiqaraylik. Her günü bir bet kitap o'qish, teringizni asrash, ham huzurliq bir piyola choy yoki bir istakan qahva hamrohingiz bo'lsin. Bir kuningiz yana bir kuningizga o'xshamaydigan barakatlik, huzurliq va xushalliq bir kun bo'lsin. Esingizda bo'lsin azizam. Eng esil, eng qaltis ayol dal siz.